O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizda obuna bo'lishni unutmang. Hafta davomida harorat ko'tarilishi kutilmoqda. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda hafta davomida iliq va asosan quruq havo bo'lishi kutilmoqda. Harorat kechalari 4-9, kunduz kunlari 17-22 daraja atrofida bo'ladi. Tog'li hududlarda 11-12 mart kunlari vaqti bilan yomg'ir qor yog'ishi mumkin. 11-14 mart kunlari O'zbekiston bo'yicha iliq va asosan quruq havo bo'lishi kutilmoqda, deya xabar berdi O'zgidromet agentligi. Faqat Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida dushanbaning ikkinchi yarmida va seshanba kuni Surxondaryo viloyatida ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi asosan 4-9 daraja, kunduz kunlari 17-20 daraja, ba'zi joylarda 22 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida 11-12 mart kunlari vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir qor bo'ladi. 13-14 mart kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Toshkent shahrida hafta oxirigacha yog'ingarchilik bo'lmaydi. Harorat kechalari 6-9 daraja, kunduz kunlari 17-20 daraja iliq bo'ladi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.